Nexia baribir olib qo'yadi-yu. Akalar, juda ham ko'pchilik so'radi. Nexia bilan Gentrani ikkala tarafga tortsa, qaysi biri tortib ketadi? Foydasi yo'q, Nexiachi olib kelib, buyog'ini o'zingga qo'yib berasizlar. Ha aytgancha o'rtoqli Nexia 1.6, Gentra esa 1.5. Ko'ramizmi? Arqon yirtilib ketmasligi uchun 2 qavat qildik. Nexia ham, Gentra ham tayyor. Sizlar tayyormisizlar? 1 2 3. Birinchisi bo'lmadi, ikkinchi raund. Endi nima ham deymiz? Gentra vazni bo'yicha og'irroqligi uchun yutdi. O'zi bu yutish kerak edi. Menimcha kapotistligida baba nimadir bor-ku. Fikringlarni kommentariyada kutamiz.